Salam, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan. Cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadasi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang bosh barmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Navbatda sahnamizga chiqadigan mayr bo'lsa 2679-nomerlik mayr. Hoş geldiniz Muhtar, mübarek olsun. Rahmat. Muhtar, navoda sahnaga chiqsangiz ustozlar o'rindiq aylantirmay qolsa ko'nglingiz yerim bo'lamdi? Ko'nglim yerim bo'lmaydi. Mushu sahnaga chiqganimizning o'zi cho'ng ish. Eng cho'ng g'alaba shunaqa. Natija muhim emas, jarayon eng muhim. Bo'ladi hamsa mush jarayonda tatgan jafolaringizning bir ajri bo'lsin, sahnada o'zingizning eng yaxshi holatini joriy qildirib, ustozlaringizni o'rindiq aylantirishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Biz sizni orqa sahnada saqlaymiz. Xayrat qiling. Rahmat. Yaxshimizlar, mening ismim Muxtar Qurban, men Aqsubaydan keldim. Mening bu programma qatnashishimning sabab, o'zim Xinjiang san'at institutining muzik ma'rifat kasbida o'qigan, shuning o'zimningki qanchalik bir narsa o'rganligimni sinab beqish uchun Ipak yo'l programmani tizimlatdim.今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心我飄遠方，風雨裏追趕，無理分不清影蹤，天空海闊你用我可會變？多糾纏，迎着冷恨與嘲笑，尚沒有放棄咁心中的理想。一剎那風發，若有率察的感覺，不知不覺已變淡心裏我。原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。Oh no， 背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天是你共我。寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心我飄遠方，風雨裏追趕，無理分不清影蹤，天空海闊你用我會變。原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。Oh no， 背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天是你共我。仍然是有
原谅我这张不羁放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我？背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我？ Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Ochun suv chekish shirkati Ochun g'ortamlik gazli ichimligi mayirlarga omad tilaydi. Yaxshimizlar ustozlar, tomoshabinlar manglarning mushvat xayrli bo'lsin. Aqsu Bayden kelgan Mayer Muxtar Qurbandan sizlarga o'tliq salom. Wow. Teşlik. Ovozingizniki yuqorisi yarab qoldi, anikin u chayin olgan tempingiz odatdagi naqshchilar aldirab chiqarolmaydigan tempo buni deb chiqqan naqshchilarda shu ko'ngil qila oladi. Kesip nima fikrim kesip? Mening bu yilning muzika ma'rif kasbini bitirdim. Amalban bizning Muras guruhiga qadam tashrif qilishingizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat sizga, rahmat. Ucun degan grupimni qarshi oldi ana. Rahmat sizga, rahmat. Hammalar o'zinglarning ovoz tusi bilan ayrim bir dunyo bo'lsizlar. Biz öğrenmeye kaldık. Demiş ki sen şık ustaz öğrildi. Biz konuğumuz hoş oldu. Çok kimse tallaş prosti oldu dep. Polat Kam'ın bir ornu bikamı ki hazır. Bir ornu bika. Asan kutulu se Polat Kam'ı tallasan. Adiler. Hali göre yani yürekdeki oturdu. Jürükün eğer toktap durur dep Adile malın dep kaygen bolsan peki kıpaksan buludu. Yakşı kızıydı külmez. Ütüp kalsanız mukum bulursunuz. Mukum bulap gitse. Şunu üzerinde öyle şu. Qani? Marhamat. Men o'sha sahnaga bir ustozning ko'nglim bukib kirgan. U bo'lsa-mu Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Ochun g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz ochunli deb qolasiz. Ochun g'ortamlik gazliq suyi. Polat Tursun ustoz. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seydasın. Ekran oldiki aziz ko'rmanlar, nahmaydan ustozlar, shunaqla barliq mayirlar. Polat Tursun ustozning Ochun guruhi hozir 10 nafar mayirga to'shdi. Shuna qilib, barliq ustozlarning o'rin soni hozir to'liq bo'ldi. Undaq davomliq, yana musobaqamiz davomlashadi. Ustozlar o'z mayil bo'lgan boshqa mayillarga, yana o'xshashlar o'rniq aylantirsa bo'ldi. Musobaqamiz davomlashsin. Polat Tursun ustoz Ochun guruhidan Chungoji. Alim Ablat. Muhammad Eksan Abedullah. Mirzat. Güzel Abdüali, Ershad Jur'at, Gansa Musa gruppasidan Farruh Kevser, Qaysar Turdi, Munira Mehmet, Muxtar Qurban, İpek yolu sadası. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mayirimizning numeri Yavsiz Zanling 14-30. Qani səhnəmizə mərhəmət. Hoş geldiniz Muqbul. Qarşı alamiz. Tayyorliqlaringiz joyida shunaqmi? Shundaq. Bo'ladi hamsa o'zingizning eng yaxshi ifodasini chiqarib barliq ustozlarningki o'rindiq aylantirishiga tilakdoshmiz. Biz sizni orqa sahnada saqlaymiz. Xayrat qiling. Rahmat. Salam ekran oldidagi barcha aziz do'stlar. Men G'o'jisuydan nayasdan keldim. Ismim Muqbil Talat. 7-qarar Ochun İpek yolu sadasi programmasiga qatnashdagi sababim ustozlardan yaxshi bo'lgan baholarni ilib, yana shundaqlar o'zimningki kamchiliklarimni bilib tuzitib, bu qitimga tayyorlagan naqshamni
yaxshi holatda o'rindash uchun keldim. Gülirena, gülirena, ömrüm gülü üzem sen fakat. Gülirena, gülirena, yüreğim sen, söygüm sen ben. Rena gülü, gülirena, şekerim sen, lavleri şerbet. Rena gülü, gülirena, şekerim sen, lavleri şerbet. Şamallerge küyleymen seni, tebrik etsin seni ken cihan. Gazellerde küyleymen seni, gülirena, gülirena, ah yüreğim sen, söygüm sen ben. Rena gülü, gülirena, şekerin sen, lavleri şerbet. Rena gülü, gülirena, şekerin sen, lavleri şerbet. Bir ömür yari, yari, yari bulma. Rayonumuzda serkerdilik rolü oynayotgan Miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zirke pırxil. Ye. Qarasın zirkte de men mirasdan latyolarını Ya mama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze qara çoğun kichik ishki qolib chiqdi tetib baqa shundan oqsa. Men miras latyoni biz naqsh yetib ziriksam yevatimiz hozir. Ma ochiq ekan ma ya. Pishgunlikka.
Feyzi gapdimi bu? Salam hürmetlik ustazlar, tomoshabinlar. Men G'ulja Suydung nahiyasidan keldim. İsmim Muqbil Talat. Yaxshi kelibsan. O'zing nima ish qilsa deb qo'ysam-da. Bunda naqsh aytaman. Men shu asos jihatdan kashli klubda. Polat Tursun akam bilan Zoir Shaq og'inam. Siz o'rindiq ayladida. Zoir Mahmud kamning qishida birga aytgan ku buni. Mahmud kam ikkisi birga aytgan bek chiroq chiqqan buni o'xsha. Men tonuydi ekanman bu bolni. Men tuniyman. Men sal O'rilgandek turdim. O'rilsam bo'pti ekan deb qoldim. Ko'rdim Chiroq aytdim. Kechirgan qoldi lekin chiroq aytdim. Zo'r senda ikki kishilarning taraqqiyotdan bek zo'r. Kayfiyating o'xshaldimi? Zoir Shaq, men u ismni qilishcha ustozimiz bilan sizningki dal qilg'ish musobaqasida aytgan naqshingiz a? Shunda oxirida ustoz bilan birga o'rlagan naqshimiz. Naqshanga rahmat. Rahmat. Shunda yaxshi naqshini tanlab kelsa, mushu Ipak yo'li programmasini ko'rayotgan har qanday odam biladi bu naqshini. Shu ustozimiz bilan birga aytganimizni. Shuning uchun gruppamizdagi mayirlarning soni to'shab qolgan bo'lsa-mu, o'rildim men. Qag'inni Polatkan bilan deyishimiz yaxshi bo'ldi. Gruppamizga kelsang qarshi olamiz. O'ng tarafingda ana 10 saboqdoshlar turibdi, xuddi senga o'xshash. Qag'ini musobaqaningki qoidasi bo'yicha ep beriladi. Qag'inini hamda qanday bo'ldi, qanday emas bir nima deyolmaymiz. Ammo lekin bizni 10 yil burungi aslimimizga qaytag'iniga rahmat. Crazy. Biz aylanmay qoldik ukam. Sen bilan biz yaxshi uka. Lekin o'rilgandek tunidim Muqbilni. Bu ikki kishilarga qaraganda ilgirlatsanda bek zo'r. Hozir ovozingni rost tunayapman. Lekin ta'limimizga Polatkan bilan Zoir Shaq o'rildi. Bu yana bir peki bosqich bo'ldi degina hamda. Rahmat. Ustoz Mahmud Sulaymonninki klassik asarlarning biri bu ijodiyatlarining. Xo'sh bo'ldik, shu asr bilan aslidoq. Rahmat. Qag'indan pekidan keyin Eng muhimi shu fikrmanda. Yo'q, kimni tanlash muhim, lekin menga nisbatan qanday desang, rag'batlantirishchi. Mayli. Kim o'rilsin, nima bo'lsin, ko'nglingda bir sam bo'ldi. Handiki bir tanlash bo'ldi. Bu yerda xapildigan ish yo'q, hech nima emas. Hamma ishni bilan kay chanishis. Mening gruppamga kelsan qarshi olma dedi Polatkan. Rahmat ustoz. Qani tanlagan afkum. Oldi bilan meni yaqindan qo'llab kelgan ota-onamga, yana shundaqla ekran oldida ko'rib turgan ayolimga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat. Yana shundaqla barcha ustozlarimizdan bergan yaxshi bahsig'imi rahmat. Sen to'y qilib bo'ldingmi? Ha, bolasi bor. Necha yosh? 24 yosh. Voy, oldinni kutibsan sen. Mening oxirgi tanlashim Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Zoir Shaq ustoz. İpek yolu sardasın, suygunun yok şehrasın, kuş havazlar seydasın. Muqbil qara. Bizning gruppadagi aşı 4 aylar muqim a'zo. Uningdan boshqa sen qarab o'zing birini tanlasang bo'ldi. Lekin ikki rapchin tanlasang ikki tarafdan urib ketadi. Amsa men mush akamiz birinchi ret o'tgan muziman. Unda qo'siman. Atish xalq naqshlaridan Osmondan alay ayni. Osmondan alay ayni. Yadımga salay yani. Yar yadımga yetkende
içmey koyman çayını. Ey yar yadımga yetkende vay içmey koyman çayını. İnsani mizanımdır sadakat, samimiyet ve adalet hakikat. Sundurulmaz hayemni tağdek capa muşakkat, hem riyazet kabahat. Kezdim tağı derya tümmen agri yollar, müşkül hatar işçire izdep quyosh aydındala, quyuq tumman ara. Stop. Oldu, teatrçı 100 yıl yaşaptı. Hoş, Zahir Şah Ustaz. Talla şensiz geldi, oң tarafta. Dilmurat sol tarafta, Muqbul. Sizning tanlashing'iz? Naqshanlar rahmat. Muqbul, sen necha kirding aynam? 24 yoshga. 24 yosh. Munda qilayli. Mushu Ipak Guli programmasiga, sahnasiga kelganingni, shu naqshimizni elib kelib, bizni 10 yil avvalgi aslamalarga sog'iningni, men shu munosabat bilan mushu fursatni Dilmurat akanga basam, men sana o'rildim-ku mana. Sen meni tanlading. Demak, mushu programmadan tushgandan keyin sen meni tanlading, men o'rilgandim boshlab, bütün mushu jondagilar seni Mahmud Sulayman rivoyat guruhining odami, ustoz Mahmud Sulaymanning shogirdi deb tanıydı. Bu yo'lda men sen bilan birga mangama. Rahmat ustoz. Unda qolsa, muborak olsun. İpek yolu sardasın, süygünü yok şiirasın. Men rost gap qilsam faqat qayg'urmadim endi shallanib ketganimgacha. Endi mishqa deganda bayatdan Zahir ustoz degandek menga yana nurg'un sahna bor yana. Men yana texmi tirissam bo'ladi. Bugun o'zimningki meniki imamningki yaxshi emaskini, kayfiyatimning yaxshi emaskini o'zim bilaman, qanchalik aytganimni raslan. Yo'q, shundoq yaxshi o'rinda. Shundan nima qilib ketdim? Yo'q, tamtirsangiz bunchalik tamtirmisiz. Shunlashqa yana shundaqlar bor. Ustozlarimizga rahmat aytaman. Men yana fursat bo'lsa, yana Fursat bo'lsamiz, fursatni Bu o'zimiz. devamlı üç fırsat bazı. rahmat ustoz. Teo. Rahmat Muqbul. Ipak Guli Sadasi programma sizga omad tilaydi. Xudo xohlasa ustozlar bilan bir ko'rishayotgan bo'lsangiz. Barama. Hamon hülnime Biz köklaymiz şuna ganime Tong seherda Gözümni açsam Halkınımda süzük şebnemme Pervasızla yüzümde yumsam Tuyuksızla hasta Ademmen hasta ademmen Kızgınman özümdün Söygü tamar közümdün Kızgınman özümdün Söygü tamar közümdün
kan Qandaq axsun tumurumdu kan Gülüşümni birdem to'xtatsan Muhabbetim ölüydü şu an Muhabbetim ölüydü şu an Kızığını ben üzümdüm Söygü tamar közümdüm Çin kalbimnin sırtığa çıkma Kızgını men hatta üzümdün Gözlerimden yaş görüp kalsam Lava aksun menin gözümdün Gözlerimden yaş görüp kalsam Lava aksun menin gözümdün Lava aksun menin gözümdün Kızığını ben üzümdüm Söygü tamar közümdün Kızığını ben üzümdüm Söygü tamar közümdün尊敬的各位评委老师们好，我是你们的老朋友海丽吕伯格拉。Salamlar qaysi ustozlar, men sizlarning eng yaqin ininglar Xilil Bog'ra. Mush program hisobda. Mush programda cho'ng bo'ldim desam bo'ldi o'zimni hisobda. Birinchi qarada boshlanganda 12 yoshdim, mana bu yil 22 yoshga kirdim hisobda. Naq 10 yil bo'libdi mush programga. Dadamның mush program izchil apmangani uchun har qaysi ustozlarga dadamning o'rniga sizlarga rahmetimni bildirib olay. Xelil to'g'rimiz Kamil akam eng yaxshi. Uningda qasımda. Biz bir məldi. Ya biz kimdi billah. Kichigidin ko'rib cho'g'an. Birden maqtayla bize. Muxtar akam o'zining ovozi chiroyli, ovoz tusi. Ballah. Xilil Bog'raniki tig'imi san'atlashganki. Balkim Muxtar akam o'ziniki eng ortiqchiligini bilmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin fikrim sankaga vaqtda buni alayda bir xil canlandırıp, nurlandırıp sahneye göz tutsam, bunun keyinki naqshlarga diqqat qilmay bir xil ham o'zini ovoziga, ham shundaqla o'zininki mushu ijodiyat bir xoslik bilan menyapti. Bunun keyinki sahna hayotini zo'r utuqlan tilayman. Xilil endi mening do'stim bu. Hem inem bu. Hem o'zimning shogidim desam bo'ladi buni. Ha, to'g'ri. Mana 10 yil jarayonida Muxtar akam mush sanini yaratib birdan bolalarni shunda tarbiyalab chiqqandan sirt bu Xililning tarbiyalashigim alayda kuchaylikchi Muxtar akam. Masalan, hozir Shanxayda o'qiyotsan ku? Beijingda hozir bu aktyorlik kasbida o'qiydi. Bu naqsh kasbini boshda bu o'zi qig'isi yo'q buning ko'nglida. Mana hozir o'tgan qaraganda teqidan ilgirlashdan keldimda hozir masalaga. Naqsh kasbini qig'isi yo'q bir kayfiyat bor. Aka deb biz paranglashib turibmiz bu. Naqsh yetqim yo'q, aktyor o'g'im bor deydi bu. Lekin ovozini anglasangiz, menikidimi to'ying tushalaydi mana. Ha, shu. Deyingsi bek kuchlikda hozir. To'xtab tursa, Shinjongda o'zingga xos bir ovoz yaratadigan bir naqsh bo'lsa. Buni ovozi kamdan kam uchraydi. Deyishib, mana hozir dadangning ashsang tutgan qattiq qo'lligi
Şu pozisiyası bilen hazır bir terakkiyatın üzerine his kılgansa nakşe yetiş terakkiyatını. Orus aldığın mengılık sen. Şu bunun da keyinki kesbi hayatınga uftaklık dileyimiz. Kanda işi olsa nakşmış kesbi hayatın. Biz agar sen İpek Usadası katlaşıp kalmasan kimini tallaydı? Agar mayırlap katlaşıp kalgan bolsa. Ben katnaşsam set dura çempion meni olup gitdi. Avazlarınki inem pek alaydı avaz bu. Mesela senin avazlarını deyimiz, Kamillarning avazını deyimiz, abay adileler degende, Kamillar degende pek ağızdan az çıkıdı. Azdan az tapqılı buldu. Her qanday avaz degenden ki yürek tili çıksa, müşahidillam vicdanın bilan, yurking bilan aytsang, chuqum texme payiz bo'ladi. Qanday dedim? Feyzi. Rahmat sana. Rahmat. Huzurlandık. To'xta, Xalilina men sana bir şey gap qilib, ishimiz mi xali yaqin go. Gap qilmamiz deyman. Birinchidan Xalil haqiqatan yaxshi bola, odimiyligi bor. Salom saati joyida cho'ngcha kichikcha ashundaq kishilik munosabatni to'g'ri olib bora oladigan bola. Ya'ni keyinda mush fursatdan foydalanib, inim bilan biz tang tirishimiz, biz sen bilan davomli akuka, davomli yaxshi kasbdosh. Rahmat o'ylayman. Hozir dedilar, qanday ovozing sende en mühim bo'lgan bir ota-ona var. En güzel, müş sana hemmini berip atkan. Şularni yaxshi gapini anglab, yaxshi o'qishini bitirib, ashlaga javob qaytarsan, en cho'ng bizning kutadigan umidimiz shu. Bo'ldi. Eng oxirida shu Polatkamdan degandek, eng oxirida dadamga bir rahmatimni bildirasam, dada, umring uzun bo'lishi, ro'y kayfiyati menga ustun turishini umid qilaman. Mengu yashab ket dada. Ota, sen shu bilan suyma. Selamat bulunlar. İpek yolu sardasın, suygunun yok şidrasın, kuş avazlar seydasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sardasın, suygun. Cesur yigitlerning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Kamal xalqaro cherkdi Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice. Ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyimning kamal tapadığını işardım. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik qaddi qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Növbette meydana çıkıdığan mayırımız 257 numaralık mayırını sahne teklif kılımız. Mübarek bo'lsin Ömer. Rahmat. Hazır sahnaga chiqish oldida turibsiz. Jiddiylashyapsiz. Jiddiylashyapman. Tayyorliklar qandaroq? Xili yaxshi. Natiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, naqshingizni o'zingiz eng yaxshi ko'rgan ustozlarga o'rindab, yaxshi bir holatga qaytib kelishingizni umid qilamiz. Marhamat. Salam, ekran aldı görəməllər. Mən Atüşdün gələn Mayır, Ömər Qeyrətən mənlə qotluq salam. 7-ci qara İpek Yol proqramısı qatnışdıq səbəbim bolsa, özümni sınab biqiş və ixtidarımni namoyon qilish. Tuncu karda uçurattım seni, Op-ak çimen üstüde tamam. Tuncu karda uçurattım seni, Op-ak çimen üstüde tamam. Yüreklerim soğuktu sen için, Velikin pervasız sen ama. Yüreklerim soğuktu sen için, Velikin pervasız
pervasız sen hamar. Hamroh qilib ko'zlarimga yosh, qarab qoldim keynimdan uzoq. Hamroh qilib ko'zlarimga yosh, qarab qoldim keynimdan uzoq. Suyib seni kulib bakmadım, yüreğim şadlıktı, şadlıktın bek irak. Suyup seni gülüp bakmadım, yüreğim şadlıktı, şadlıktın bek irak. Yaxşı görüş günahmı seni, rast sözünü qıyna qıyna. Yaxşı görüş günahmı seni, rast sözünü qıyna qıyna. Ahırını yaxşı etme. Hicranın bu bergin hatime, visalınğa yetküzgin sen beni. 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 A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqdan yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay buning ishini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylikmi? Anamsi. Salam ustozlar, salam mayırlar. Ben Atış'tan gelgen mayır Ömer Gayret'ten otuq salam. Üzən nima kasb o'qigan, yani nima ish bilan shug'ullanasiz? Men G'ul Dispendaşı'nın yeni öpeği oyanda okugan. Yaraysa. Ben Ömercan'ı tanıyım. Ömercan yaxshi naqshchi. Hem özü hesapta kasbi desek mi buludu? Biz ko'rishgan Ömercan'a. Men ovozini yaxshi ko'raman. Ovozidan tutsa menikiga o'xshaydi. Mening bugun o'rlanmaslikdagi sababim Ömercan'ninki bu naqshini yaxshi aytolmaganligi uchun emas. Mening gruppamga qarab o'yladingmi? O'yladim. Men Ömercan'ni qarab turib mix qistirib yaxshi bo'lmaydi. Shundan qanday ustozlar? Shuni o'ylab qoldim deysan. Ha, shunlashqa Ömercan'ga g'o'ji o'rildi.
Ama nakşini bek peyz ettin. Yaxshi aytding, yaxshi aytding. Hissiyatınga, nakşanga apirin. Seni kızgın qarşılamız. Mana shu chiroyli aytib qoldim, o'rilganim rost pushaymon qildim. Men o'rilgim bor, lekin necha kunimiz bo'layotgan keskin raqobatni ko'rayotmaydik-a. Ha, hoca akang o'rilibdi, yanim bo'lsa bir ustoz o'zim o'rildi deb bizning ham shuarimiz shu menda. Shunga biz qo'shilib chavakchilab o'ttirdik. Bundan keyin ishlaring texim yaxshi bo'lsin yine. Soqab oldi bilan qarshi olma. Naqshini pek chiroyli aytding. Amaliyotda sening natijang men müşahidan o'yrildim başımızın arsida. Mushu sening natijang hozir. Endi hozir sen yana bevosita bizning guruhga kirkitamiding? Musobaqaning qoidasi bo'yicha shu guruhimizdan o'zing yana bir mayirni tanlab, hozir men yerda pekinim qilamiz. Men san o'rilishimdik sabab Naqshini hozir o'zingning sharoitida, mush sahna sharoitida ajoyib voyaga yetkazib o'rindiding. Ammo men yana sana tavakkul qildim. Nimishqa men yani bir qitim sening ta'limingni men yerda sinab bakmoqchi. Lekin seni hozir 100% bizning Kamal guruhiga kirib ketdi deyolmayman. Bo'lmaydi. Hozir peki qilamiz. Pekidagi ahvolidan shu ko'pchilikning chavagidan deymiz, amaliy ahvolinglardan bekitimiz. Unda bo'lsa sen bizning Kamal guruhiga qarab biz mayirni tanlab olgin. Diqqat qilsak ham ballar kuchlik. Mana birinchi qatordagi. Unda bo'lsa men navbatda Bilal Anvar ijrosidagi unutib ket temaslik naqshidan azroq ariya yo'llab basam. Yuragimdan so'rab meni uchun ko'ydingmi? Azroq qo'ying. Sening uchun o'lsam arqamdan kuldingmi? Ishqing meni ajab qiynadi. Telmürmeymen emdi şolunga özüm yeter halımga. Tula üzükni takaptu koliga beni tuzar idim onun yoliga. Talginim birovlarga yar bo'ldi. Yolg'iz qoldim muhabbatning yo'lida. Hurmat Qurban ustoz, bir tas ahvol qolib qolgan o'xshaysiz. Lekin shunda qo'simi cho'qim bir nafar mayirni tanlab berishingiz kerak. Unda qolsa sizning tanlashingiz. O'ng tarafda İlyas, sol tarafda Ömer. Qani. İkkilanlar farqsiz. Va hergiz sen nocha yoki sen nocha deydigan ish yo'q bu yerda. Musobaqaning qoidasi shunday-ku. Cho'qim mashhad bir bal qilib qilish kerak. Mayli qaysingda tushib ketishingizdan qat'iyat ikkilanmish Kamal guruhining a'zosi bo'lib bo'ldinglar hozir. Növbətdiki şu qısqına 30 sekundki əmli ahvalga asasən hamda köpçülük qanda fikir berdi, qanda fikir bermeydi. Meninki özümnin his qilish kuchiga asasən bu qitimqi pekidan keyin men müşahada ap qoldigan bola qaysinglar qasam ishni bo'lmaydi. Ishkilanglar meni to'g'ri tushunsizlar shundaqmi? To'g'ri tushunamizlar. To'g'ri tushunamiz. Unda bo'lsa men tanlashingiz shu Ömer inimni Kamal guruhiga qabul qilishni qaror qildim. Muborak olsun. Rahmat. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrası. Kuş havazla seydası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok. Onda olsa 5 4 3 Muborak olsun. Muborak olsun. Polat Tursun ustozning Ho'jon guruhi sizga mayilligini bildirdi. Lekin ham sizmi o'xshashlar. Ho'jon guruhisidagi xohlagan bir mayirni tanlab peki qilsangiz bo'ldi. Unda qolsa men navbatda shu oldidagi sol tarafdagi shu do'stim bilan. Ey yarenler, kadirdanlar, ne buldu yarim kelmedi. Şkotida küdi canlı, ne buldu yarim kelmedi. Yigen aşım
Stop. Yarım geldi Kul seni yâre Arkideki yol Abay nurgun deyiştik o geplerini. Mişmişe kırdın mı? Mışı aylığı mensup. Mafkama Erşat Koşaş pikrap gösterinde meğerlerini pikrap. Sen mi şu? Ucun grupsının ki azası bunu dinkim bildi yine çıkıştan bildi kılmız. İlyas. Mübarek olsun. Rahmat. Mübarek olsun. Kırıp otasınız bulduk. İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuş avazla seynasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın. Ha, endi bu 5 sekundluk fırsat Muhammed ketdi. Onda olsa yana ta'tir sanaq başlansın. 5 4 3 2 Mübarek olsun. Adile Sıdık Ustaz'ın miras grupsi sizga mayliqini bildirdi. Sizmi o'xshashlar 10 nafar mayerdan birini tanlab olsangiz bo'ldi. Men o'sha eng keyindagi birodarim bilan sinab baqayam o'zimni. Marhamat. Seni deymu yâre Seni görmey vay ülemen mi Seni kömeylep kessem radi Stop. Pervanen bulay değmen Gamxonan bulay değmen Etrafında aylarım Divanen bulay değmen Adile Ustaz, o'ng tarafda Shafqat, sol tarafda Muhammed. Qani, sizdan tanlashingiz. Natijasini bilib bo'lding afkami? Chunki mishinchilik qapti. Demak, yana azroq mashq qilishga, puroqlarni to'liq ilishga, ovozingizni mas'uli yo'q. Yengsoringiz shunda chiroyliqki, siz yana 1 yil ravrus mashq qilib, kelar qitimliq Ipak yo'li sadosiga siz qatnashing. Men agar ustoz bo'lib o'ltirib qolsam, cho'qim sizga o'rlima. Shunga mening tanlashim doktor. Mübarek olsun Shafqat, mübarek olsun. İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuş avazla seynasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuş avazla seynasın, İpek yolu sadasın. Muhammed, onda qolsa o'zingizning ko'ngil so'zini biz bilan bir bərligan bo'lsangiz, qani, marhamat. Men shu munosabatda chapakash dadam onamni shularga bo'lgan chuqur hurmatim seg'inishimni ham ko'nglimdagi rahmat barcha ustozlarimga rahmat ilam eng yoqtirib hurmatlaydigan ustozlarim sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarırdı.
harakatga kelib go'zal manzilga yuzlangan Shinjang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlari echish mas'uliyat şirkati naqshlarda kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmuna. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mahirimizin numuru 151. Qani səhnəmizə mərhəmət. Xush geldiniz Fəxriddin. Mübarək bolsun. Aldı bilan səhnəyə çıxış aldı turyatsız. Özünüzün ən yaxşı ifadələri bilan ustozlaringizni aşu qayıl qilishingizini və shunaqla hayron qoldirishingizini chin dilimizdan umid qilamiz. Biz sizni orqa sahnada saqlaymiz. Amsi g'ayrat qiling. Bo'ldi. Marhamat. 大家好，我是来自新疆喀什的选手帕哈尔丁。因为从小热爱音乐，想借此机会来到了丝绸之路之声，来提高自己对音乐的知识。 北京。 Qashqa degan yaxshi bu.当我走在这里的每条街道，我的心似乎从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和天气指引，我似乎听到了它自动般的心跳。我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我在这里祈祷，我在这里迷惘，我在这里寻找，也在这失去。北京，北京，咖啡馆与广场有3个街景，就像霓虹灯和月亮的距离。人们在挣扎中相互靠偎和拥抱，寻找着，追逐着奄奄一息的碎梦。我们在这欢笑，我们在这哭泣，我们在这活着，也在这里死去。我们在这祈祷，我们在这迷惘，我们在这寻找，也在这里失去。北京，北京。我希望人们能把我埋在这里，在这我能感觉到我的存在，在这有太多让我眷恋的东西。我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我
在这里祈祷，我在这里迷惘，我在这里寻找，也在这失去。北京，北京，北京，北京。Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro savdo cheksiz shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Hemen yaqında yaqın bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Ustozlar yaxshimi? Sizlar? Men Qashqardan kelgan Mayir Paqirdan Tursun. Bu yil 25 yosh. Mushkas bilan shug'ullanasiz-ku? Tez aytding yaxshi, hammalar o'rildik. Biz hozir ishensang beshimizni qo'ltiqimizni qisib turib, o'rlayapmiz. Yaxshi aytganligingni shuncha, chunki har bir guruhda bir-biridan yaxshi bolalar bor. Hozir biz talishishning zarurati yo'q-ku, hozir o'ylasak-chi, talishib jimay. Shundaymi? Hammamizning beshida bor ish bu. Ozroq talishinglar. Sen bunday oltindek balını talaşmasa oğlamda. Benim pikiden birini koydu. Bir adamın ovozdek chiqadi. Uning ustiga hanzush naqshini jiq mayirlarimiz aytdi, lekin endi asta naqsh etmoq, hissiyatli naqsh etmoq tasqi bo'ladi-ku. Ammo shunda jiddiylashtirib qarsam, agar qo'l urib turingizmi, shunda titrab ketib men sizni nim qilib qolmisiz deb kulib chavoqchab madad berdim. Shuningdek o'yladim bu jiddiylash bunday aytayotganda jiddiylashimiz qanchalik aytaydi deb. Bu bir hissiyat taraf qildigan naqsha. Uning ustiga qaymay xuddi loying olgandek bir shunda chiroyli bir naqshni o'rindab berdingiz. Hammamiz shundoq sizga erishishimiz bor. Sizga muhtojmiz. Shunga Muras gruppasi sizni qarshi oldi. Agar xohlasangiz mening qo'lim ko'ksimda biz birga musiqa o'ynaymiz, birga yo'da o'ynaymiz. Chiqib men kelmasangiz bak ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Bizlar sana ihtiyacımız var. Bizim grubumuz kirişini qarshi olamiz hammaylar. Shunga o'zingizning ko'nglingiz kelgan qanday arzu armonlaring, planlaring bor shu bo'yicha tanlab Sahnadan bir qadam oldiga kelib qo'rqmay. Bu aktyor o'zini tutib ko'nglingda chuqum men mushu guruhga kirib palonchi bolani men o'raytib o'rinni egallayman degan ishonch bilan xohlagan ustozni tanlasang bo'ladi. O'zini qo'yib bir yig'lab ayt bo'lmasa. Ko'rib kelasiz. U mahkam bo'ldi. Pallaydigan ustozim. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi.
güzellikte yükseliş üçün nurg'un sınaqlarni başdan kechirishga to'g'ri keladi. Men güzellik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Qo'rqmang, haddan og'zingiz kelyapti-da. Adlatim. İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuş avazlar seyda. Sol tarafına qarasang, mana Adile ananing balalari. Ma taraf qara, ma oldidagi. Mush oldidagi 10 baladan sen xohlagan birisini tanlab hamda Aldı bilan tunishtirib, bizning guruhimizda muqim bo'lib qolgan doktor bor. doktor qo'pa o'rnidan. Doktorga chaqlanmaysiz. 灯火辉煌的街头，突然袭来了一阵寒流，遥远的温柔，解不了今秋是否在随波逐流。夜深人静的时候，sen yığılma, gözünden yaşlarını görgüm yok. Sen oylama, ötmüşlerge emdi qaytqım yok. Sen oylıgan ümitler iter bir gün. Yenindi amat, yenindi baxit, gülsen bir gün. Stop! Muradil bilan Faxriddin, ikki o'quvchimdan yengilishga bardashlik beramagan, yengilishdan qo'rqadigan odam, xatolik o'tkazishdan qo'rqadigan odam bu dunyoda hech qanday bir ishni barpo qila olmaydi, hech qanday bir ishni chiqarmaydi. Shunga men yengilishdan qo'rqmaydigan odam. Shunga har kishilar bilan birga uchib naqsh aytaman. Çünkü mening birdan bir ortiq alayligim shuki, men yengilishdan qo'rqmayman. Yengilishdan qo'rqamsizlar? Mening tanlashim Faxriddin. İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuş avazlar seydasın, İpek yolu sardasın, İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın. Hürmetli sözler, onda olsa tədbir sınaq başlandı. 5. Mübarek olsun, mübarek olsun. Birinci baskını bizden Hojimat Qurban ustazning Ben kulağımı şu çapırıp koysam bu bagres besiyettim baldı. Xudosa Mushu Hojimat Qurban ustazning Kamal grupsidagi xohlagan bir odam tanlab peki etsangiz bo'ldi. 10 tarafdan sanılan 3. Dostlar elemdağer, Xalla elemdağer, Yürüng onda bamaylimu, Dostlar elemdağer, Yürüng onda bamaylimu, Dostlar alem vay dağı Never young fight someone like you. I wish nothing but the best for you. So don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it loves in love, but sometimes it hurting say. Stop! Mana tanlaydigan bosqich keldik. Hoji ustoz. O'ng tarafda bizning Muradil, sol tarafda bizning Dilshod. Tanlash sizni qoldi. Dilshod yaxshi bir ijodiyatchi.
Meyli xalqni hozir aytgan xalq naqshidimi? Bir tarafdan xalq turaqni ifodasi, yana bir tarafdan hozirgi shandayliknimi ifodalab chiqadi. Ma inimmi ajoyib chiroyli aytdi. Abay ko'rdinglar shaxsan bizning guruhda ijodiyatchilarmi bor, xalq uslubida naqsh aytirgan bolalarmi bor, o'ziga tushliq. Dilshatning yana bir qatam pursti bor. Dilshatning yana bir qatam pursti bo'lgandan keyin Dilshat hamma bizning Kamal guruhining a'zosi, men buning bilan yaxshi do'st bo'la olayman. Mushu badani yo'q odamning bag'ri keng bo'ladi, qo'shiq keng bo'ladi. Bu meni kechirib o'tadi. Shu Murodil inimni Kamal guruhiga berib o'tirishga iltimos qilaman. Muborak olsun, Murodil muborak olsun. İpek yolu sadasın, süygünün yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Xo'sh, mush basikotni yana o'xshashla ustozlarimiz beramiz. Ta'tir sanoq rasmiy boshlandi. 5 4 Muborak olsun, muborak olsun. Men Dilshatni yana bir naqsh yetkazay. Rahmat ustoz. Shu fursat berganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Endi o'zingiz xohlagan bir mayerni tanlaysiz. Rahmat. Opa. Kelimen dep kelmedin acayip, bilemedim bu nime sebep. Kelimen dep kelmedin acayip, bilemedim bu nime sebep. Köyüp şıkı uçunda dılda, uxlumudum zade bu keket. Oldu. Uxla birden. Turgan bolsam men aslida yar mergen sana vadide ahdimde kalmaz idi belki bugünkü günge. Turgan bolsam mergen sana vadide. Stop. Tanlash birsini bizning Zahir Shahzodasi beramiz. Sol tarafda İlyar, o'ng tarafda Dilshat. Qani, sizning tanlashingiz? Ikkilanlarninki naqshisiga rahmat. Ikkilanlar mushu maydondagi hammalarning ko'ngliga ayon. Bir-biringlardan qattiqlamay qilish kuchsizlar naqshchi. Bo'pmi mening qalbimda shunda. Shunlashqa men İlyarni tanlab muqimlab tursam, muborak olsun. İpek yolu sadasın, süygünün yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası. Xo'sh, Dilshatjon. Go'ji ustoz. Bu ranjiydigan ish yo'q bu degan musobaqa shundami? Sizning qat'iy ranjiydigan nimam yo'q, men tanlamadi deydigan ideyam yo'q menda. Sizga rahmat. Yan bo'lsa, Zahir Shah ustoz sizga ko'pdan ko'p rahmat. Menga mushu maydonda yana bir naqshini ziyoda aytadigan fursatni berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hormag'aysizlar. Rahmat. Sizga rahmat. Ijodiyat yo'llaringiz, san'at yo'llaringiz texnik to'liq bo'lsin. Rahmat tilaymiz. Skitlaymiz şuna değme. İnsan degan Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek shirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci darajasiga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras shirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek shirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uli shirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak shirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. İpek yolu sadası, süygünün yok
avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Sügünün yok şigrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Kadın ipek yolida Caranlaydı kongura Kitek yanri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç bir de nakşimiz Tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz Tümenligen çiçekke İpek yolu sadası Sügünün yok şigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası